Assalomu alaykum. Hurmatli, hikmatli Dunyo kanalini kuzatib boradigan qadrdonlar, hayotingizda, sog'lig'ingizda shu kanaldan foyda topib, meni xursand bo'lishimga sababchi bo'lsanglar, men juda ham xursand bo'laman. Faqat buni ko'pchilik foydalanish uchun like bosib, menga ruhan tetiklik, yordam berib tursanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Haligi nima deydi, eldan elga naf deganday, men ham 8 yil, 9 yildan beri hisobda sahr kasaliga duchor bo'lganman. Lekin mana Xudoga shukr, oxirgi paytlar juda ham ko'p doktorlarimiz, tabiblarimizdan foydalandik. Allohga shukr, hamma YouTube'ga chiqayotgan tabiblarimiz, doktorlarimiz juda ham yaxshi. Foydalik, ibratlik ko'rsatuvlar qilyapti. Ibrat og'am to'g'ri tushungan, qayerda nima qilishga ozgina o'zini nimasi bilan, ahli hushi bilan ishlatgan odamlar Xudo xolasa hammasidan foyda topyapti. Bizni foyda topganimiz Xudo xolasa doktorlardan ham, tabiblardan ham Allohga shukr yaxshi foyda topdik. Faqat bizni endi haqiqiy haligi boshdan o'tgan tabib deydi, bizda haligi kasallik. Ham kasaba deganday, biz endi ham kasal desak bo'laveradigan yerda. Bu sahrdan joy ko'pchilik diqqat to'lib, shu kasallikni oxiriga yetib davolanolmayotgan insonlarga bir ikki og'iz ko'rsatuv, maslahat shu ravo ko'rdik. Ma'qul kelsa like bosib shuni qo'llab-quvvatlab shu kasallarga yetkazib berib tursanglar, Xudo xolasa ko'pchilik foydalanadi degan niyatdamiz. Mana kun orada mana bu idishimizda qo'yingki bu dorivor nima, biz anjurni bargidan foydalandik. Bu sahrda ham juda turi ko'p ekan. Foydalanaman deganlar doktor bilan maslahatlashib, doktorlar endi faqat ular ham o'z bilganini qiladi, tabiblar ham o'z bilganicha maslahatini beryapti. Faqat bu yerda kimga nima yoqadi, kimga nima bo'ladi, faqat o'zingizga bog'liq. Masalan, mana shu anjur bargini ertamanda men saharda o'xchasam, masalan 11mi 12mi chiqadigan bo'lsa, anjur bargini shu nimasidan qaynatma, damlamasidan bir piyola nima deydi, temperaturasi shu uydagi temperatura bilan bir bo'lishi kerak. Muzdek bo'lsa ham zarar qilasiz. Endi issiq foyda qilsa qiladiki, zarar qilmaydi Xudo xolasa. Faqat iliqroq bo'lgani ma'qulroq. U anjur bargini qaynatmasi. Shundan ichib foydalansanglar, Xudo xolasa foyda topganlar bor va men ham shundan foydalandim. Mana shunda bir piyola ichaman, foyda qilaman. Faqat ertaman sahar namozdan oldin tahorat qilib kelgandan keyin ichib olaman. 1 soat, 1,5 soat o'tgandan keyin, yarim soatmi o'tgandan keyin vaqtingizga qaraysiz, sharoitga qaraysiz. Albatta 10-15 minut oldin ichgan yaxshi. Hamma dorini ham ovqatdan oldin ichgan dorilar yarim soat, 20 minut oldinroq ichgan ma'qul bo'ladi. Va qon quyuq bo'lishiga, qonni suyuntirishga eng mazali taomlardan eng yaxshisidan yaxshisi biz ustozlarimiz Xudo xolasa ulug' insonlar bo'lgan. Alloh rozi bo'lsin, ularni Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Qo'y yog'i, qo'y go'shti, qo'chqar go'shti olinadi. Olib, buni qaynatib, bir dona pomidor yoki yarimtami kattaroq bo'lsa ham, bir dona pomidor, yarimta piyoz, xohlasangiz bitta, chesnok, bolgarskiy qalampir.
Lavrolius tabizga qarab bir donadan yarimtadan solib qaynatib, uchini suv quysangiz, ikkisini bo'ladi, 2 mahalliy ovqat bo'ladi. Xudo xohlasa shu qaynatma sho'rvamiz, kartoshka solmaysiz, sabzi solmaysiz. Qo'y yog'i, suyaklik, biqin ayniqsa bir dona 50 grammmi, 70 grammmi, 100 grammgacha olsangiz, buni qaynatasiz. 2 donasini solib, 1 dona pomidor, qaytarib aytaman, piyoz, chesnok tabizga qarab, bolgar qalampiri. Achchiq bo'lish shart emas. Tabizga qarab ma'lum miqdorda achchiq qo'shilsa ham zarari yo'q. Lekin ko'pi hamma narsani ham zarar. Qonni suyultiradi. Qoningizni albatta suyultiradi, xudo xolasa. Buni mana necha yildan beri tajribadan o'tkazyapmiz. İnsanlar foydalanyapti. Xohlovchilar layk bosib, tanish-bilishlarga yetib borsa, yotmi, boshqami, insonki foydalansa, biz xursand bo'lamiz. Alloh rozi bo'lsin. Obuna bo'linglar. Xudo xohlasa faqat foydali maslahatlarga, ustozlarga tayanib, ustozlarning kitoblariga, doktorlarimiz maslahatlariga tayanib, biz ham bilganimizcha maslahat beramiz. Foydalansa, faqat bizga Allohning roziligi kerak. Xursand bo'lamiz foydalansangiz.